O'zbeklarda yana bir maqol borki, shuni aytmasam bo'lmaydi. Ya'ni bir eshikka kirishdan oldin chiqishni o'ylash kerak. Assalomu alaykum qadrdonlar. 25-may sanasida bugun oxirgi qo'ng'iroq kuni. Mana O'qchidagi meva bozoridamiz. Hammalarga kelayotgan Eid Qurbon bayramlari muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Hozir biz sizlar bilan narx-navolar ko'rishni boshlaymiz. Assalomu alaykum hojata. Nech pul? Kiloflar? 20 ming pul. Sizga qo'yganim. Zo'r. 20 ming kami bor. Kam bor. Nech pul qilishdi? Har xil qilavering o'zingizga. Nech pul ko'rib, nech pul ko'rding? Ko'rganmi? 7 ko'rib kelamasan. 16 mi, 7 mi, 18 qildi. 18 mingni ko'ribdi mana. Yaxshi, zo'r bo'pti. Bayramlaringiz bilan ota. Rahmat, salomat. Nech pul deyapti-kan buni? 25 ming, ku? 25 ming qilishadi. Buni nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 50 ming deyapmiz aka kami. 50 ming kami bor. 50 ming kami bor. Sizlarga tayyorlar kelishdi. 50 ming kami bor. Mana qadrdonlar. Giloslar, valovoy giloslar. Shuni olib ketaymi deyapman. Shuni olib olish kerak-da. Nech pul dehqon aka, nech pul gilosi? 100 ming ekan. 100 ming deyapti. 100 ming kam bor ekan mana O'qchi bozorida mana 100 minglik valovoy chiqibdi. 72 ga berishmayapti. 72 mingga berishmayapti. Bering, baraka topaylikmi? O'qchini gilosi mana. Akmal aka 100 ming kam. 72. 72 ko'rgan. Azasi bor. Nech pul deyapti? 35 ming ekan. 15 qilishyapti. Qancha ekan 5 ming deyapti. Kami bor ekan mana. Bu yaltiravermi? Va aka pishmagan. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Pishgani yo'q. Savdo hali pishgani yo'q. Bitta nima bor? Shponka bor ekan. Bozorga so'ng, ko'ring. Oshmasa, men mo'tdan qarab izlaganman. 320. Aka nech pul qildingiz aka? So'ramasa? 9,5. Ha? 9,5 ming. 19,5 ni ko'ribdi mana aka. Yaxshi, zo'r narx aka. Shponka 19,5 ming o'qchi dehqon bozorida, meva bozorida. Ya, bundan oshig'i yo'q bozorda. Bundan oshig'i yo'q bozorda. Hormanglar dehqon aka. Nech pul chapdi hali? 50 ming. 50 ming kam. Qanchani ko'rdi so'ramasa? 32 qilishyapti xolam. 35 ga 33 ko'radi o'zi. Ha. Pomidor qo'yibdi, ay. Qarang. Mana bu. 35 ga 33 qilishdi. 50 ming kam bor ekan. Bu maydasidanmi yo? Nech pul mayda? Maydasi 25. Zo'r narx. Nech pul ketdi endi bu endi? 32 ming. 32 mingdan ketdimi? 32 ming ketdi. Yo bor, yo odam bor. 32 mingdan ketdi idishdan. Tayyor aka. 30 oldimi? Akalar, bitta video qilib qo'yay mashina. Nech pul bo'ldi? Ko'ringlar. Aka 35 ming deyapmiz, 25 ga berilmayapti. 25 ko'rdi, ha? Mana qadrdonlar, O'qchi meva bozorida mana 25 ko'rdi mana ko'ringlar inshaalloh. Dektor 8 sal ekan, ha? Mana qadrdonlar. Bozorlarimiz qaynayapti. 25 mingni ko'rdim. 25 ga berilmayapti. 25 ga berilmayapti. Gilotlar nech pul aka? 70 ming ekan. 70 ming kami bor ekan gilotlar. 70 ming kam. Qanchani ko'rdi aka so'rama? Nima aka? 60 ming bo'lsa taroziga qo'yamiz. 60 ga taroziga qo'yib o'shiradi. Ko'rsam bo'ladi. 20 Micros. 20. Micros. 20 ming bo'lsa taroziga qo'yib o'shiradi. Sartarovkani 20 ming beraveramiz. Ha, zo'r ekan. 20 ming bo'lsa beraveradi. Bu fantaziya. 20 mingga buni ham berishadi. Bu ham shunaqa. Qo'ringlarda 18 qilib. Qo'ri 18 ming qilib berishadi. O'qchini bozoridami? Bayram arafasi mana bozorlar qizyapti qadrdonlar. Kelaveradilar mana bozorlar mana pul yozdi. Mana bozorlar. Ichkarida ham bor mana. Mana qandaylar bor, qidirmaysiz uni. Nima olib qo'ymadingiz?
Yo'q, sotilsa sotildi, bo'lmasa olib kirib tatib, quruq tashab qo'yamiz. Salomat. Bu qomali bo'shatish kerak. Qanaqadir bo'ldi. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum. Eid Qurbon muborak bo'lsin. Hammalar kelib turgan bayramlar muborak bo'lsin. Nechta pul aka bu? Nechta pul aka bu? Nechta pulni ko'rdi? 40 mingni ko'rdi. Bu nima deganda? Bu rosa kerak. Nima qanaqa? Nima qanaqa? Men olaveraman, chiqsam olaveraman aka, nima qilay endi? Buchi? Qancha? 20 ming. Ko'rding 20 mingni? Meniki emas, tovoniki edi. 20 mingga deyapmanmi, qilyaptimi? Bular qanchani ko'rding bular bo'lishi? Bitta akaga 40 mingga beraverdim. Ha, 40 mingni ko'rgan. Xotini qora gilos olmang, qizil gilos oling deb aytdi. Ha, yaxshi, yaxshi. Bozorni bersin aka. Mana giloslarimiz mana. Udor giloslarimiz. Nech puldan bo'ldi? Siz aka? Nech pul sotdilar? 67 mingdan ketdi mana O'qshuni bozoridagi. Giloslarda udor mana Qaysi kanal endi bu? Mana shuni ham qo'yaylik. Yo'ldagi Umr kanali, O'qchi meva bozori aka. 50. 50 kilo chiqdi mana 6 tasi mana aka. Mana kalay bor mana. Zo'r bozorlarni bersin. Mana akalar, pirojkalar pishyapti mana. Choychaman deganlarga. Sharoitlar bor. Mana bu tarafda mana mevalarni ko'ramiz mana. Shaftollarimiz tugagan? Tugagan. Qalay tugagan? Churaman aka, 1 minut. 1 minut. Nech pul shaftolamiz aka? 10 ming. Giloslar bor mana, zo'ri. Bu haligi mayski shaftoli 10 ming ekan. Giloslarchi? Ha? 50 ming ekan. Zo'r, bozor. O gilos qarang. Dehqon akalar mana, hormanglar. Savdo bo'lyaptimi akalar? 22 savdo bo'lyapti. 22 ming so'm. Gilosmi? Gilos. Yaxshi. Zo'r. Akamiz olyapti ekan. Hop. Dehqon aka. Qayerga borasiz aka? Dehqonga ayting, dehqonga. Qayerga bor? Yo'qonni bozoriga boraman. Qo'qonga, Kopponga bor ekan aka mana. Koppondan aka ekan. Aka mana dehqon ekan mana. Dehqon aka bering, rozi bo'lib. O'rin bering. 22 ga bo'lyapti. Kulib turib rozi bo'lib bering. Bozorlarni bersin akalar. Gap yo'q aka. 22 mingga savdo bo'lyapti, berishman. Ha. Ha, sizga ham olib qo'yaymi endi? Voy. Nech pul shaftollarmi, opa? Fantaziyalar. 30 ming so'm. 30 ming kami bor. Yaxshi. 30 ming so'm kami bor ekan. Mana giloslarni. Assalomu alaykum. Hammalaringizni hayit bayramlari bilan yo'ppasiga kelyapti turgan. Nech pul giloslarimiz aka? Giloslarimiz 40 ming ekan. Polvon qalaysiz? Shaftoli nech pul? O'rik nech pul o'rik? O'rik qabulga aka, Rossiyaga. Qabul qancha bo'lyapti aka? Kirmasa. 35 bo'lyapti. 35 ming mana qabul bo'lyapti. Mana shunaqa oq o'rigi bor akalar mana. 35 ming qabul bo'lyapti. 8 talik ekan, ha? 7,5 ta. 7,5 talik. Mana akalar, mana giloslar. Chang olma, nech pul ekan chang olma, opa? Oldingizmi? Chang olmadim. Ha? Changi yo'qmi? Ya bu shunaqa deyiladi-da. Shakar olma, nech pul? 10 ming. 10 ming oldingizmi? Bu qazlab qopta, lekin 15 ta. 10 ming oldim. Bunisi-chi, shaftolichi? Shaftoli 25 ming oldim. Dehqon haqiqiy savdogar 25 ming oldi. Gilos borchi, yotroq? Ular 5 ming oldi, ana to'g'ri. 5 ming olishdi. To'g'ri opa? Bozorga berdi. Qayerga endi bu? Xudo bozorga. Qaysi bu? Qaysi rayon? O'zimiz Qo'qonjonga-da. Qo'qonjonga, Qo'qonlik opalar ekan. Zo'r opa, bozorga bersin. Mana olma jonlarimiz mana. Shu bo'lani olmasi nech pul? 1000 yil qilib beramiz, so'rdan. Nech pul ketyapti aka? 10 ming bermaydik. 10 ming berishmagan. Hadini qarang buni, hadi kiylatmasagacha. 10 ming berishmagan aka. Ya endi 10 mingga berasiz demak, ha? Endi shunaqami? 8 mingga beramiz. Endi 8 ming. Yaxshi, zo'r. Bozorlarga. Bo'rilarimizdan bor ekan. Aka nima deb ko'rib bu? Iris dedi-yu. Iris? Iris o'rib. Demak, o'ta shirin o'rik ekanda, iris bo'lsa, ha? O'sha shirindan. Nech pulni ko'rdi aka? Nima bo'ladigan o'rik? Bu 20 ming.
20 ming. 20 ming kami bor ekan. Buni miyastarmi? Bu ertangi miyastarmi? Nesi shopga oldi? 7 ming. 7 ming berish. Kulkalar Rekord qo'ydi. qancha bo'ldi aka? 50 ming. 50 ming bo'pti. Rekord qo'ydi bir yil qulpini. Nech pulda ko'rdi aka mashhur bunoysiz? Buni 40 mingda ko'rdi. 40 ming ko'rdi. Endi Microsoft olarmi? To'g'ri aytdimmi otin aka? Makreger deyvering. Makreger degan. Microsoft otolar, to'g'rimi? Shaxsiga makreger. Makler. Makreger. Nech pulda ko'rdi aka bu? 15 mingni ko'rdi akalar mana. Ko'ryapsiz, shaftolini qarang. Standartda mana bor-ku. 15 mingga berilmoqda. Toza shaftoli mana. Ko'ryapsizlarmi? Toza shaftoli mana. Shaftolini qarang. Toza narsa. Mana. Hammasi toza. Oborga odam ham turdi kerak, kichkina aka bu. Ko'ryapsiz? Toza bitta qurt yo'q mana. 15 ming. 15 ming deyapti. Deyapsiz mahrum 15 ming, bermadi 15 ming. 15 mingga. 15 mingga bermadi. Mana ko'ryapsizlarmi shaftoli? Toza narsa ekan. Bir chekkadan bo'sha beradi. Mana giloslarni qarang. Assalomu alaykum. Keling. Turgan Qurbon bayramlar mori Barchaga barobar bo'lsin. 21 mingni ko'rdi. Ko'rdi. 21 ming Berilmadi. berilmadi. 21 mingga berilmadi. O'qchi bozori. O'qchi bozorida berilmadi. Dehqon aka sarig'i nech pul aka sarig'i? Jozibali turibdi. Taniyapsizmi buni? inson ko'rdi. Yeb ko'raverasiz. 12 ni ko'rdim. Udari qancha bu udari? 60. Mana akalar, mana. Ko'rasizlarmi? Kalibr mana barmog'imdan qancha ketdi mana. Kalibr mana. Katta narsa. 60 mingni ko'rdi-a bu. 60 mingni ko'rdi. Zo'robdi aka, bozorda bersin aka. Salomat bo'ling aka. Mana bozorlar qaynayapti. Asosan gilos bo'lib qolibdi o'zi. Mana giloslar ko'ryapsizlarmi? Mana giloslar. Gilos jonlar nech pul ekan bular aka? 32 dan bermadi. 32 dan berishni. Ko'ryapsizmi kalibr? Kalibrlar ham udor ekan. Udor bozorlar ham bersin. Mana odamlarni ko'raman deganlar, mana odamlarni ham ko'ringlar. Nech pul chaqdi olaysiz opa? 25 ko'rdimi? 18 mingni ko'ribdi mana. Tukli shaftolilarimiz akalar. O'qchi meva bozorida 18 mingni ko'ribdi. Bu idishi 10 kilo chiqadi-a? 10 kilo chiqadi ekan. Mana. Bu gilos aka. Giloslarimiz nech pul aka? Ya kelib so'radim, e'lon kelaveramiz aka. Ha, kelaveramiz. 25 ming deyapti. 25 ming deyishyapti. Vala bo'ylarimiz mana. Ha, vala bo'yda endi va Marjon gilos hali, maydon marjon. marjon gilos. Hali Ashtarxon degan bo'lmasa? Yo boshqa Ashtarxon. Oti ham ko'payganda gilos o'zi, ha? Mana akalar. O'qishini meva bozori mana. Bayramlar bilan yigitlar. Mana akalar, ko'raverasizlar mana. O'qishini meva bozori. Shaftol, o'riylar. Oq o'riylarni nech pul aka? Dehqon aka sizniki? Nech pul? Qanchadan olishdi? Nech pul bu? 20 ming qildi mana akalar. Ko'raydi. 20 ming qildi mana akalar. Kalibrni ko'ryapsizlarmi? Soyada ko'rsatay mana kalibr. Mana kalibr ko'ryapsizlarmi? Uri nech pul aka? 20 mingga berishmoqda. 20 mingga berishmoqda mana akalar. 20 mingga bermoqda. Shaftoli jonlarimiz nech pul aka? 15 ming. Qanchani ko'rdi? Hozir keldimi? 15 ming kami bor. 15 ming so'm kami bor. Shaftoli ko'p chiqdi bugun arasa. Ko'ryapsizlarmi? 15 ming, 10 mingga ham shaftoli bor-da mana. Bozorga qarab harakat qilish kerak. Sotish kerak katta-katta. Yuklarni olish kerak bayram arafasi. Endi savdo yaxshi bo'lar-a bayram arafasi. Bayram arafasi mana akalar, o'qchi meva bozori. Bozorlarimiz avjida. Bozorlar avjida.
Shu yerda mana gilosda zo'ri bor ekan. Assalomu alaykum dehqon buva, qalay? Gilosimizni zo'ri nech pul ekan? 50 ming kamlari bor ekan. Ha, nech pulda ko'rdi endi ota? Sir bo'lmasa. Ha, işte xotinlar hozir 32 qilish. 32 dan berishmoqchi. Yaxshi, zo'r. Sizni gilosi nech bo'ldi, dehqon? 14 ming qilyapti. Nima degan sort bu? Ajdar. Ajdar? Drakon ekan ruschasiga. Drakon. Ajdar ekan mana. Krasniy drakon, chorniy drakon. Ajdar navli giloslarimiz ekan. Qancha deding, ha? 14 ming. 14 ming deyapsiz, ha? Yo'q, 14 ming degan, 14 ming qilish. 14 mingni ko'ribdi mana. 14 mingni ko'ribdi mana shu giloslarni. Ko'ryapsizlarmi? Solishtirib ko'raverasizlar. Mana gilos. Mana Valavoylarni ko'ramiz mana. Valavoy giloslar. Hormanglar. Bayramlar bilan Rahmat birga bo'lsin. savdo qilaveringlar bexijolat. Biroz narxini so'raman. Qancha qilyapsiz aka? 21. 21 ming qilishyapti ekan. Sizdagi real narxi. Zo'r mana. Akalar bozorlarni. 21 ming qilishyapti. Shaftolini udari bor. Shaftolini udari. Bu shaftollarni udari. Mana shaftollar. Aka, berilmaz bilan. Yo'q, rahmat. Bilmisiz? Birga bo'lsin, birga. Rahmat. Nech pulda ko'rdi bu? 18 ni ko'rdi. 18 mingda ko'ribdi. Micros. Ha, makros. Ikki qator ekanda bu, ha? Ikki qator. 14 da kardik ekan. Mana shu holat. 14 ming. Olib beraymi deng. O'zlar kelaveradi ko'rishib. Kelishyapti, turishtirib kelyapti-yu. $100. Kecha kuni bog'da edim, tashanglakaslar dedi. Boqqacha keldi, bu yoqqa jo'natib yubordim. Yasha. Bitta Andijonlik ekan. Kelishyapti, yozishyapti. Kommentariyada qanday boramiz deb. Aka borsak bo'lardi. Yo'q. Ha. Qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz, keyin olib ketyapti rizqini olgan. Albatta. Shunaqa. Bozorlar qizyapti mana. Ular mana arzon bo'lib qoldi shaftollar. Bozorga tushgan odam hop ish qilaveradi. Ish qilish kerak aka. Yoz keldi, qishda yotdik aka. Savdoni qilish kerak. Bozorlarni kelaversin. Xo'sh, mana bu yerda mana bu shaftol, otani shaftoli. Ota, assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan tizimsiz. Nech pul shaftolilar? Shaftollar 20 ming. 20 ming. Qanchani ko'rdi endi bu? Qanchani ko'rdi? Nech pul qilishdi? 15 kilo bermadi. Ha, 15 qilib berishmadi mana shaftollar. Shaftoli toza mana ko'ryapsizlar mana. Besh bu katta. 20 ming. Bu 20 ming kami bor ekan. Ko'raveradi. Ha. Bu giloslar, boyagi giloslar. O'rik. Assalomu alaykum, ota yaxshimisiz? Nech pul o'ragimiz aka? 40 ming. Super o'rik ekanda, super narx ekan, super o'rik. Bayram arafasidan. Yashang, zo'r. Bayram arafasi. Bala bo'ylar. Bormoqchiga. Mendan keltasi Dehqon aka nech pul bu? 200 so'm qo'yib sotib yubordim. Qalay? Nech pul? 25 ming qo'yardim. 25 ming qilishdi. 200 so'm qo'shdigan berdim. Yana giloslar. Giloslar, shaftolilar rasa ko'paydi. O'riklar ko'paydi. Meva-chevalar rasa ko'paydi. Mana ayronchida hormang. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Ayron jaman deganlar mana kelaveradi. Ayron zo'r chetda mana. Ayron nomer 1. Mana bozorlar. Bozorlar. Pula qanchani ko'rdi aka? Qanchani ko'rdi? 12 ming sotildimi, ko'rdimi? Yo'q, sotilgan yo'q. 12 mingni ko'rib sotilgan yo'q ekan mana. Yo'q ko'ringlar mana. Aka, siz ham bayramlarsiz bilan aka. O'zingiz ham. Nech pul deyapsiz aka endi buni? 15 ming. 15 ming, 12 mingga berishmabdi. Zo'r bo'ldi.
Yigirma ming oldim, oqor. 20 ming oqo'rikni olishdi mana. Yaxshi, zo'r bo'ldi mana. Oqo'riklar 20 ming. Qayerga deb aka bu? Toshkent Food City'ga bo'ldi mana. 20 ming olishdi. Oqo'riklar mana. Gilos. Gilos. Gilos 65 ming. 65 ming realniy narx mana. Dehqondan olishdi. 65 ming. 75 ming. Mana buni 75 ming olishdi. Gap yo'q, zo'r bo'ldi. Mana o'zlarim upukufdan qilishyapti savol qilib mana. Olyapmiz mana. Tayigacha Tayigacha bir xil ekan mana. Dehqonlarga ham rahmat. Tayigacha zakonni to'g'ri. Dehqonlarga ham rahmat. 75 ming olibdi, tayigacha bir xil ekan. Umuman o'qi yo'q. Akamiz juda xursand bo'lyapti. Savdogar akamiz. Bozorni bersin aka. Putitini bir qildirasa ekanda bayram arafasi, ha? Mana. Necha kilo qilyapti sizlarga? Idishlar aka 1,5 kilo, 1 kilo 700. 1,5 kilodan oshib chiqar ekan. Mana akalar ko'ryapsizlarmi mana? Tagigacha bir shunday olib solyapti. Shunday olib soldim. Endi mana bu narsa ko'zdan qochadi. Qimmat narsa o'xlama emas. Bir qism narsa chiqdi. Qimmat narsa o'xlama emas. Mana narsa chiqdi shunchadan bu ko'zdan qochadi. Shunaqa. Buni tushunaveradi. Qimmat narsani o'xlamaydi-da. To'g'risi yo'qmi? Qimmat narsani o'xlamaydi-da. Bozorni bersin aka. Bozorni bersin. Mana narxni olaman. Bu tarafda mana hamma odamlar yuk to'playapti. Yuklarni olishib, zakotovkalar qilishyapti. O'zlarim tumanlariga olib ketadi shu qayga borishdi. Mana bu sariq Jiguli, ayron shtog'an sariq Jigulisi. Hey. Ha? Terashgan olibda. O'qchi bozorga kirishmi? Mana bozorga kirish yo'limi. Ashta bundan damozda kirib keladi. Kirib kelayman. Shunday hammasi bozor. Mana gilos deydi. Kirib kel. O'qchi bozori mana shu joy bo'ladi. Qiziqadiganlar bo'lsa. Kilometrga boradi. Shaftolini to'g'ri ketdi. Nechta deyapti? 34 ming qilishyapti. Mana to'xtang, mana pulini chiqarib beraman. 34 ming. 34 beraman. Davay, ko'rsating. İşte ko'ryapsiz. 1 kilodan oshiq. 1 kilodan oshiq. Keling kelib qoldi. Jinni kelib. Bitta xolosmi bu? Nech pul bu? Gilos ko'ryapsizlarmi? Qarang, bor gilos bor. Вообще gilos mana ko'ryapsizlarmi? Biroz katta. Nech pul deyapsiz? Hayitlar qullab bo'lsin hammalaringga. Avvalambor. Nech pul deyapsiz? Narx aytish yo'qmi hali? Savdo qaynayapti, bozor qaynayapti. Savdo qilishyapti. 34 ga bermayapti shekilli. Nech pul ketdi? 35 deyapti. 30 qilyapti. Ha. Mana o'ringlar. Har xil ekanda, o'rga aka. Har xil ekanda. Mana. Ko'k olma ham chiqibdi mana bozorimizga. Shirinmi? O'ta shirin. Shirin, assalomu alaykum. Bayramlar kuni. Yeb ko'rsa bo'lamizda? Yeb ko'ramiz, qadrdonlar bilamiz hozir shirinmi, shirin emasmi. Bu nima degan olma bu? Bu yoshligimizda sut olmadi ya. Shakar olmadi. Bismillahirrohmanirrohim. 7 ming bo'lsa 7 mingni bermaydi. Chunki 10 ming bo'lsa ham umuman laq beradi. O'sha dam to'g'ri. Bitta qo'yib so'raydi. O'sha dam. Bizga dehqonchilik, bizga tirikchilik. Bitta pul sanaganga yetmaydi-da. Bundan beradi. O'yin o'ynash kerak deb aytdimi sizga? Qanday ko'rdi aka bu? Bitta haliginda o'sha vaqt ko'rganini ko'radi. 22 mingdan ko'radi. Demak, avvalgidan 1 kilo oshadi, mo'ljallab kilo olib. 6 ming qilishdimi? Mo'ljal 10 ming. Bir so'm, javum. Sen bir so'm qo'shsa beraver. Ha. 6 ming qilishdi mana. Bizda kam bor ekan.
Bunisi nechi puldan? Ota? Ha? Assalomu alaykum. 20 ming baho. So'rab olib yoqsa keladi. Qanchani ko'rdi? Yo'q, 10 ming qilyapti. Ha. 10 mingni ko'ribdi mana, real. Hali odam ko'p bo'lgan ekanda. Kimga tashlayapsiz? Men YouTube'da blogerman, mana bozorda chiqaramiz odamlar. Mana bilan ko'raverasiz. Shu ko'ryapsiz, yuribsiz. Mana hurmatli qadrdonlar, shunday qilib mana bozorimiz. Bugungi efirni yakunlaymiz mana qadrdonlar. Hammalarga kelib turgan Eid Qurbon bayrami muborak bo'lsin. Sog' salomatlik, baxt, saodat olib kelsin Allohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qadrdonlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh. So'rsangiz asli nasab, mendan zamon farzandiman. Millati o'zbek buyuk sohib Qur'on farzandiman. Menga shoirlik maqom, nedir Navoiydan nishon. Ham shijoatda ulug' Shayboniy xon farzandiman. Menga shoirlik maqom, nedir Navoiydan nishon. Ham shijoatda ulug' Shayboniy xon farzandiman. Yashnatarman o'zbegim tarixu farhangin uchun. Ilmu fan bobida bir yangi jahon farzandiman. So'rsangiz asli nasab, mendan zamon farzandiman. Millati o'zbek buyuk sohib Qur'on farzandiman. Millati o'zbek buyuk sohib Qur'on farzandiman. Get that gang and cock it to your bank full of love,